Rahmat aka. Bobur? Bormisan, to'yindan keyin umuman ko'rinmay qolding? Qo'shilib tur o'rtoqlarga. O'zgarib ketibsan. Sen ham o'zgarib ketibsan-chi, semirib qolibsan. Ko'tarmaysan. Bobur? Nima bolalarga qo'shilmaysan? Gruppada ham yozmaysan? Yo kelin bilan o'zimiz gaplashib qo'yaylikmi? Qo'ling sinsin. Bobur? Sen nima uylanib choyxonaga bormaydigan bo'lib qolding? Shunchalik uy yigiti bo'lib qoldingmi sen? Ko'cha. Shuncha qolib ketdingiz dadasi? Juralaringizni oldiga borasizmi? Yo borasizmi? Hech qachon. Ha, bo'ldi, tushundik. Tushundik. Nimani tushunding? Nimaga o'zgarib qolganingni? Xotinimni oldida mardona sizlarga tushuntiraman. Ushaman uni. Xotinim miltr yog'idan olib keldi-da, olib keldim. Zugishonкasidan olib keling dedi, olib keldim. Maynezidan olib keling dedi, miltrnikidan olib keldim. Sariyog' qolib ketdim. Ha, sariyog'ni nima aytaman hozir? Sariyog'idan dedi, olib keldim. Endi menga qara. Choyxonaga o'tirsak bir kunda qancha pul ketadi? 500 ming ketadi. Men uni oldim, bir oy mazza qilib xotinim bilan yeyman. O'rtoqchilikchi? O'rtoqchiligingga o'rtoqchiligim ha. Sanlar menga tug'ib berasanmi? Yo'q, sen jinnimisan? Mani yiliga pang'illatib tug'ib yotibdi. Yur. Ketdik dadasi. Bo'ldim divana, vanna, 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 vanna.